Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ismim Sherdorbek, psixolog konsultant hamda psixolog trenerman. 10 yildan beri amaliy psixologiya bilan shug'ullanib kelaman. Bugun sizlar bilan Farzandim, kelajagim nomli turkum darslarimizni boshlaymiz. Bugungi mashg'ulotimiz shartsiz qabul qilish mashg'uloti. Farzandingiz urushqoq bo'lib qolishiga, gapga quloq solmaydigan bo'lib qolishiga, pismiq bo'lib qolishiga yoki bo'lmasa ichidagini umuman hech kim bilan dardlashmaydigan bo'lishiga yoki bo'lmasa bitta narsani bir necha marta takrorlasangiz ham qilmaydigan bo'lib qolishiga yoki bo'lmasa aksini qilishiga nima sabab bo'ladi? Aynan mana shu muammolar haqida bugun siz bilan gaplashamiz va mana shu muammolarning sabablari hamda yechimlarini sizga tushuntirishga harakat qilaman. Keling, mashg'ulotni boshlashdan oldin tarbiya nima ekanligini tushunib olamiz. Tarbiya bu farzandingizni kelajakda o'z o'rnini topishi uchun, unga ruhan, jismonan sog'lom bo'lishi uchun o'rgatish, uni himoya qilish va u haqida qayg'urishingizga tarbiya deyiladi. Tarbiya uchun kimlar mas'ul? Avvalambor bolani otasi hamda onasi, ya'ni biologik ota-ona, agarda birga yashasa, buvisi, bobosi, amakisi, xolasi, tog'asi, opasi va akalari bola tarbiyasi uchun mas'ul bo'lishadi. Xalqimizda ko'p adashuv fikr bor. Farzand tarbiyasi uchun asosan onalar mas'ul degan tushuncha bor. Va bu narsa juda ham yanglish va eng katta xatolardan bittasi. Chunki farzand tarbiyasiga ona qanchalik mas'ul bo'lsa, ota ham xuddi ana shunday mas'ul. To'g'ri, ota bolani kiyimlarini yuvib bermaydi, dazmollab bermaydi, ovqat pishirib bermaydi, lekin bola uchun otani o'zi ishlatish kerak bo'lgan, otani tarbiyasi kerak bo'lgan joylar bor. Masalan, qat'iyat, bir so'zlilik, intizom, mana shu narsalarda bola, ayniqsa o'g'il bola bevosita otasidan o'rganadi. Kelinglar, mashg'ulotni boshlashimizdan oldin sizlar bilan bitta narsaga kelishib olaylik. Bu bizni sizlar bilan eng yuqori va asosiy nuqtamiz bo'ladi. Bu farzandni shartsiz qabul qilish. Shartsiz qabul qilish nima degani? Farzandingizni shunchaki borligi uchun uni qabul qilishingizga shartsiz qabul qilish deyiladi. Uni chiroyli bo'lgani uchun emas, aytganingizni qilgani uchun emas, maktabda yaxshi o'qigani uchun emas, a'lochi bo'lganligi uchun emas, yoki bo'lmasa o'zini yaxshi tutgani uchun emas, talanti borligi uchun emas, shunchaki uni borligi uchun yaxshi ko'rish, bu shartsiz qabul qilish deyiladi. Shartsiz qabul qilish ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Bu so'zlarimizda va amallarimizda. So'zlarimizda, masalan, o'g'lim, seni yaxshi ko'raman yoki bo'lmasa qizim, hayotimda yaxshi ham borsiz. Siz tug'ilgan payt meni hayotimdagi eng baxtli kun. Yaxshi ham borsan hayotimdan, yaxshi ham ishdan kelganimda seni ko'rib xursand bo'laman. Shunga o'xshagan narsalar bu so'zlarimizda shartsiz qabul qilishga kiradi. Ikkinchisi, amallarimiz orqali shartsiz qabul qilish, ya'ni bolani erkalash, silash, siypalash hamda quchoqlash shartsiz qabul qilishga kiradi. Ko'pchilik ota-onalar tarbiya hamda dressirovkani adashtirib yuborishadi. Dressirovka nima u? Biror bir vosita yordamida hayvonda qandaydir ko'nikmani hosil qilishga dressirovka deyiladi. Masalan, otni qandaydir harakat qilishga o'rgatish uchun unga qand berish kerak. Yoki bo'lmasa delfin qandaydir harakatlarni amalga oshirish uchun unga baliq berish kerak. Yoki bo'lmasa urish, shunga o'xshagan narsalar bu dressirovka deyiladi. Yoki bo'lmasa bolani dasturlamoqchi bo'lishadi. Bitta narsani esdan chiqarmang, hurmatli ota-onalar hamda kuzatuvchilar. Farzandingiz robot emas yoki hayvon emas. Shuning uchun ham farzandingizni dressirovka qilish kerak emas yoki dasturlash kerak emas. Xo'p, sizda savol tug'iladi. Nimaga unday qilib bo'lmaydi degan. Buni sababi juda ham oddiy. U odam, uni miyasi bor, tafakkuri bor, uni ruhiyati bor, uni shaxsiyati bor. Shuning uchun ham bolani dasturlab bo'lmaydi yoki bo'lmasa dressirovka qilib bo'lmaydi. Bu hozir ish berishi mumkin, lekin vaqt o'tib, mana aytaylik, siz birinchi shu ishni qilganingizda ish beradi, keyinchalik u ish bermay qo'yadi. Ya'ni gapga quloq solmas bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasa shu siz qilgan xatti-harakatlar tufayli bolangiz siz bilan dardlashmaydigan va ichini ochmaydigan bo'lib qoladi. Ko'pchilik psixologlardan eshitgansizlar, bolangizni quchoqlang, bolangizni quchoqlang, bolangizga quchoqlang, bolangizni quchoqlang. Ko'pchiliklar shunday deb maslahat berishadi. Keling, aynan nima uchun bolangizni quchoqlashingiz kerakligini men sizga tushuntirib beraman. Yaxshi, bolani quchoqlash boladagi daxldorlik ehtiyojini qondiradi. Ya'ni bolangizni quchoqlaganingizda bolangizda shunday ehtiyoj bo'ladi. Men shu odamni qiziman, men shu odamni o'g'liman, men shu odamni jiyaniman, ukasiman, palonsiman, pistonsiman degan ehtiyoji bo'ladi. U menda ham bor, sizda ham bor. Ana shu ehtiyojlarimiz
bolani quchoqlaganingizda bolani ana shu ehtiyojlari qonadi. Bolalar va oila psixologi Virginia Satirda ta'kidlashicha, juda ham ko'p ishlar qilgan, juda ham zo'r yutuqlarga erishgan aynan bola tarbiyasida hamda oilaviy munosabatlar masalasida Virginia Satir juda ham ko'p ishlar qilgan. Shulardan bittasi uni ishi shu bo'lganki, aytganki, bola shunchaki kasal bo'lmasligi uchun kamida 4 marta quchoqlanishi kerak deyilgan. Bola sog'lom o'sishi uchun esa kamida 8 marta quchoqlanish kerak degan. Mana nima uchun 4 marta yoki 8 marta quchoqlash kerak? Yuqorida aytib o'tganimizdek, bolangiz daxldorlik ehtiyoji qonadi. Agarda bolangizda daxldorlik ehtiyoji bo'lmasa, ya'ni uni quchoqlamasangiz, uni erkalamaydigan bo'lsangiz, bolangiz albatta yovvoyi bo'ladi. Ya'ni begonalashishni boshlaydi. Uni ehtiyojlari qondirilmagandan keyin uni o'rnini boshqa narsalar bilan yopishga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham albatta bolangizni kamida 4 marta yoki bo'lmasa sog'lom o'sish uchun 8 marta quchoqlashingiz kerak bo'ladi. Aytishingiz mumkin, qizim katta bo'lib qoldi, o'g'lim katta bo'lib qoldi, nima uchun quchoqlashim kerak? Uyat bo'lmaydimi deyishingiz mumkin. To'g'ri, bizning mentalitetimizda shunaqa narsa bor. Qiz bola bo'lsa, onasi quchoqlashi mumkin. O'g'il bola bo'lsa, dadasi bag'riga bosishi mumkin. Buni hech qanaqa yomon joyi yo'q. Shartsiz qabul qilmaslik nimalarga olib keladi? Avvalambor, farzandingiz nevrozga chalinishi mumkin. U qo'rqoq bo'lib qolishi mumkin, u urushqoq bo'lib qolishi mumkin, u jirraki bo'lib qolishi mumkin, arazchi, ginachi bo'lib qolishi mumkin hamda pismiq ichidagina aytmaydigan bo'lib qoladi. Ya'ni sizdan begonalashishi mumkin. Shuning uchun ham farzandingizni shartsiz qabul qilishingiz kerak. Unda sizda savol tug'ilishi mumkin. Nima? Endi bolani shartsiz qabul qilish kerak bo'lsa, unga gapirmaslik kerakmi? Uni so'kmaslik kerakmi? Yo'q, qilgan aybi uchun unga indamaslik kerakmi degan savol tug'ilishi mumkin. Aslo unday emas. Ayniqsa siz bolani qilgan ish uchun, qilgan qilmishi uchun qandaydir munosabat bildirmay qolmasligingiz kerak. Undan tashqari siz ichingizdagi o'zingizni hissiyotlaringizni bolaga ko'rsatmay qo'ymasligingiz kerak. Ya'ni bolaga ko'rsatishingiz kerak maxsus va chiroyli usulda. Bu quyidagicha amalga oshiriladi. Aytaylik, farzandingiz biror bir idishni sindirdi, vaza, kosa, piyola farqi yo'q sindirdi. Shu payti nima qilish kerak? Siz bolangizni shaxsiyatini emas, qilgan ishi uchun gapirishingiz kerak. Ya'ni bekorga sindirding, yaxshi bo'lmadi deganga o'xshagan narsalarni gapirish kerak. Yoyinki bizda ko'pincha qanday so'kiladi? Sani otang shunaqa edi, onang shunaqa edi, qo'ling qiyshiqmi, garangmisan, invalidmisan, nogironmisan, shunga o'xshagan bolani shaxsiyatiga tegiladigan gaplar gapiriladi. Va bu holda bolani ko'ngli sinadi hamda o'sishdan to'xtaydi va uni ko'nglida atrofga nisbatan nafrat paydo bo'ladi. Shuning uchun ham farzandingizni qilgan qilmishini gapirishingiz mumkin. Ya'ni qilgan xatosini, qilgan qilmishini, harakatini gapirishingiz mumkin, lekin shaxsiyatini umuman muhokama qilib bo'lmaydi. Ikkinchisi, farzandingizni harakatlarini muhokama qilishingiz mumkin, lekin uni hissiyotlarini emas. Sababi, aytaylik, oilada ikkita farzand, bittasi yaqinda tug'ilgan, 6 oylik yoki bo'lmasa birga kirgan bola, ikkinchisi uni akasi yoki opasi 4 yosh, 5 yoshli. Mana shu holatlarda ko'rishlaring mumkin. Akasi yoki bola o'sha kichkina chaqaloqda akasi yoki opasi bolani uni urishib, uni sochidan yulib, uni qiynashga harakat qilgan holatlarni ko'rishingiz mumkin. Bu paytda siz bolani mana shu harakatlarning noto'g'riligini gapirishingiz mumkin. Lekin rashk qilishi, qizg'onishi noto'g'ri ekanligini muhokama qilishingiz to'g'ri bo'lmaydi. Sababi haqiqatdan ham siz bolangizga vaqt ajratmay qo'ygan bo'lasiz, agarda farzandingiz shu ishni qilayotgan bo'lsa. Ya'ni bolangiz qizg'onyaptimi? Demak, bilingki, unga haqiqatdan ham berilishi kerak bo'lgan vaqtni ajratmayapsiz. Agarda mana shu bu katta farzandingizga ham vaqt ajratadigan bo'lsangiz, bunday muammolar kelib chiqmaydi. Bitta narsani esdan chiqarmang. Bu katta farzandingizni ham ehtiyojlari bor, xuddi mana shu kichkina farzandingizga o'xshab turib. Uchinchisi, farzandlaringiz harakatlariga norozilik tizimli ravishda bo'lmasligi kerak. Ya'ni bugun ham, ertaga ham, indinga ham, hafta davomida, oy davomida, yil davomida har bir qilgan qilig'i uchun gapiravermaslik kerak. Ba'zi bir narsalarga shunchaki ko'z yumishdi yoki shunchaki o'tkazib yuborishdi, yo'lini ko'rish kerak.
Agarda siz bolangizni har bitta qilgan qiligi, har bitta olgan nafasiga yoki bo'lmasa har bitta bajarib qo'ygan noto'g'ri ishiga gapiradigan bo'lsangiz, bolangizni teri qotadi-da va u sizni gapingizni olmaydigan bo'lib qoladi. Yuqorida esingizda bo'lsa aytgandim, bolangiz nima uchun 10 marta ayttiradi, 20 marta ayttiradi, bariga ham qilmaydi shu ishni deb. Sababi mana bunday holat bo'ladi. Chunki siz uni tizimli ravishda tanqid qilyapsiz yoki bo'lmasa tizimli ravishda uni urishyapsiz. Shuning uchun bola harakatlariga noroziligingiz tizimli ravishda bo'lmasligi kerak. Ayrim narsalarga shunchaki ko'z yumib qo'ysa bo'ladi. Chunki u odam, siz ham, men ham hammamiz xato qilamiz va bu narsani sekin-sekinlik bilan hal qilsa bo'ladi. Farzandlarimizni shartsiz qabul qilishga nimalar xalaqit beradi? Birinchi o'rinda har bitta ota-onani pedagogik qarashlari mavjud. Ya'ni mana shunday to'g'ri, men shunday tarbiya ko'rganman, oldin intizomli bo'ladi, keyin mehr beraman, oldin yaxshi bola bo'ladi, keyin o'g'lim qilaman yoki bo'lmasa oldin uyni tozalaydi, keyin uni quchoqlayman degan qarashlar mavjud. Ya'ni har bitta odamda o'zicha pedagogik qarashlari bor. U to'g'ri deb hisoblaydigan. Ota-bobosidan shuni ko'rgan, buvisidan shuni ko'rgan, oyasidan shuni ko'rgan, dadasidan shuni ko'rgan. Shuning uchun ham u bolasini shunday tarbiyalaydi va bu ko'p holatlarda noto'g'ri bo'lib chiqadi. Chunki bu tarbiya emas, shunchaki hayot kechirish, kun kechirish bo'lgan. Ikkinchi to'siq bu kutilmagan farzandni dunyoga kelishi. Ya'ni siz o'g'il farzand kutdingiz, qiz dunyoga keldi. Yoki bo'lmasa siz qiz kutgandingiz, o'g'il keldi. Yoki bo'lmasa aytaylik siz hozir farzandli bo'lishga ijtimoiy hamda iqtisodiy jihatdan tayyor emassiz. Ana shunday holatda farzand dunyoga kelib qoldi. Mana shu narsa farzandingizni shartsiz qabul qilishingizga to'siqlik qiladi. Ya'ni siz bolani o'zingiz bilmaysiz, lekin qandaydir yomon ko'raverasiz bolani. Demak, uchinchisi bekamiko'slik va benazirlik kasalligi. Har bitta ota-onani yoshligida ushalmay qolgan orzusi bo'ladi. Farzandim shu bo'lsin, farzandim u bo'lsin, farzandim bu bo'lsin. Tezda maktabni tugatsin, maktabni tugatib, institutga kirsin, undan keyin tezda magistr bo'lsin, undan keyin o'zining sohasi bo'yicha ishga kirsin, kimyoni o'rgansin, ingliz tilini o'rgansin, matematikasini o'rgansin, bir sekunddan bo'sh vaqti bo'lmasin, o'qisin degan ota-onalarning ichida xohish istaklari bor. Ana shu narsa farzandni shartsiz qabul qilishiga to'siq bo'ladi. Shuning uchun ham bunday narsalarni, bunday tarbiya usulidan tiyilgan yaxshiroq bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarim shulardan iborat edi. Agarda sizga nimadir yetkiza olgan bo'lsam, bundan xursandman. Kelinglar, bugungi darsimizni uyga vazifa bilan mustahkamlaymiz. Har bitta mashg'ulot oxirida xuddi mana shunday men sizga uyga vazifa berib yuboraman va u sizga berilgan uyga vazifani bajarasiz hamda farzandingiz bilan o'rtangizdagi munosabatlarni juda ham zo'r holatga keltirasiz va sog'lom, aqlli va baxtli bolani o'stirasiz. Demak, birinchisi siz hafta davomida farzandingiz bilan bo'lgan munosabatlaringizga yaxshilab e'tibor bering. Uni maqtab, erkalab, uni qo'llab-quvvatlayapsizmi ko'proq yoki bo'lmasa necha marta shunday erkalab, qo'llab-quvvatlayapsiz yoki bo'lmasa necha marta unga dakki berib, so'kib va uni tanqid qilyapsiz, qilgan xatosini to'g'rilayapsiz, necha marta qilyapsiz? Ana shularni hisoblab chiqing. Agarda sizda salbiy tanqidlar, harakatlar to'g'rilash, dakkilar, tuzatuvlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, tabriklayman, tez orada sizni farzandingiz bilan o'rtangizdagi munosabatingiz juda sovuqlashdi boshlaydi va farzandingiz umuman gapingizga quloq solmaydigan bo'lib qoladi. Agarda sizda shunday holat bo'layotgan bo'lsa, yuqorida aytganimizdek, ayrim xatolarga shunchaki ko'z yumishni o'rganing. Demak, ikkinchisi, ko'zingizni yuming, tasavvur qiling, sizni eng yaqin dugonangiz, o'rtog'ingiz va eng yaqin tanishingiz bor, siz anchadan beri ko'rmagan. Tasavvur qiling, o'sha vokzalda poyezddan keldi va tushdi. Siz u bilan qanday ko'rishasiz? Xuddi ana shunday usulda farzandingiz maktabdan kelganida ko'rishing. Xuddi ana shunday sog'ingandek, xuddi ana shunday uni kutgandek kuting va uni sog'ingandek uni quchoqlang va buni hafta davomida bajaring. 3-mashg'ulotimiz bugundan boshlab farzandingizni eng kamida 4 marta quchoqlang va endi 4-vazifamiz bo'ladi.
Mana shu 3 va 4 mashg'ulotni bajarayotganda ichingizdan nimalar kechayotganiga yaxshilab e'tibor bering. O'zingizga ham, farzandingizga ham. Keyingi mashg'ulotlarda ko'rishguncha xayr omon bo'ling.